Demak, bu misol DTM 2025 da sizga tushishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Bizda quyidagi ifodalar berilgan. Ya'ni bularni taqqoslashimiz kerak ekan. Kosinus 1, kosinus 2, kosinus 3. Bular gradus emas, bular radian. Endi e'tibor bering, biz radiandan gradusga o'tish uchun, ya'ni burchak gradusga o'tishimiz uchun uni taxminan 57,3 gradusga ko'paytirgan bo'lishimiz kerak. Ya'ni mana bu sonlarni. Mayli, buni ham yana qulayroq qilishimiz uchun 57 gradusga ham ko'paytiramiz. Ya'ni A deganimiz bizda kosinus 57 gradusni beradi. 1 ga ko'paytirsak. B deganimiz kosinus 2 kara 57 gradus, ya'ni kosinus 114 gradusni beradi. C deganimiz kosinus 3 ko'paytirilgan 57 gradus, bu kosinus 171 gradusni beradi. Endi bu 90 dan kichkina, bularni ham kosinusni 90 dan kichkina qiymati bilan almashtiramiz. Xo'p, qanday? Kosinus 180 gradus minus 66 gradus. Nimaga 180 qildik? Chunki agar 90 qiladigan bo'lsak, kosinus sinusga almashib qoladi. Demak, bu kosinus ikkinchi o'rinda minus kosinus 66 gradusni beradi. Xo'p, C barobar xuddi shunday kosinus 180 gradus minus 9 gradus. Bu ham minusdan bo'ladi, chunki bu ikkinchi o'rak kosinus 9 gradus. Ana endi bitta narsaga aniqlik kiritib olaylik. Birlik aylanada kosinus 0 gradusda 1 ga teng. Xo'p, 30 gradusda ildizosi 3 taqsim 2 ga teng. 60 gradusda 1 taqsim 2 ga va 90 gradusda 0 ga teng. Demak, e'tibor bering, kosinus qiymatlari kamayib boryapti. Demak, kosinus kamayuvchi. Bu degani aslida, xo'p, kosinus 9 gradus musbat bo'lganida bu kosinus 66, lekin manfiy ishoraga ko'paytirilgandan keyin bu ikkita tenglik o'zgaradi. Ya'ni kosinusni burchagi kichkina qiymatida o'zi asli katta qiymat qabul qiladi kamayuvchiligidan va manfiyga ko'paytirilganda belgi o'zgaradi. Demak, bizda eng kichkinamiz kosinus 9 gradus, ya'ni C ekan. Undan keyin 66 bu B ekan va mana bu mutlaq o'zi musbat 57 gradus, bu A ni beradi. Demak, bu misol DTM 2025 da sizga tushib qoladigan bo'lsa, uning javobi quyidagicha. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun tashakkur. Like bosish, komment yozish, abituriyentlarga ulashish esdan chiqmasin.